Endi o'g'avalli 20 yoshga yetib bo'lguncha to'yani qilib qo'ysa o'tdi deydigan xiyolni nihoyatda ko'p bo'ldi. Endi hozirgi bolalar 20 yosh emas, hatto 30 yosh, 40 yosh kelgan chog'dami to'y qilishni qo'rqotganlashligini qilib. Sababi nima degan chog'da, mushu ichay serish harakatini ziyodan ko'p qilayotganligi sababidan o'ziga bo'lgan ishonchi zo'r darajada to'lab ketdi. Endi bu ichay serish harakatiningki ziyodan ko'p bo'lishi, kunda ichay serish kunda necha navbat mushu illat bilan shug'ullanish sababidan odam badanida bu ishlar qanday ziyonli oqibatlarni olib ketadi degan chig'imizda tuvandagi bir qancha nuqtaga yig'inchoqlaydi. Birinchidan, böbrek ojizligi kelib chiqadi. Bunda erlarninki sizimchaligi ziyodan yuqorilab ketganligi sababidan butun xiyoli mushu shahvoniy xiyollar bilan menga to'lab ketganligi sababidan nihoyat osonlar sezguchanligi yuqorilab ketadi. Shu sababdan böbrek ojizligi kelib chiqadi. Hem bular to'y qilishdan qo'rqotgan bo'lib keladi. O'ziga ishonmaydi. Ikkinchidan, ma'zi bezi kasalliklariga oson ko'p tavlab qoldi. Chunki ma'zi bezimi to'xtamay kunda necha navbat g'idiqlanish bo'lib bergandan keyin mushu ma'zi bezlariga har xil yallig'lanishni yoki bo'lmasa mushu sip bo'lgandan keyin oq shilmish suyuqlikninki ma'zi bez suyuqlikninki eqib ketishini keltirib chiqarib qo'ydi. Uchinchidan, urug'dondagi har xil yallig'lanishni yoki bo'lmasa mushu urug'dan vino tomirlarininki ag'ib bo'g'ilishini keltirib chiqarib qo'ydi. Buni keyincha mushu har xil mushu to'y turmushimizda nurg'ulg'an qolaysizliklarni turmushni o'tkazishga to'sqinlik qilib qo'ydi. To'rtinchidan, mushu ichay serish harakatini kunda qilish, kunda nachirat qilish urug' sifatiniki zo'r darajada tanlab ketishi, urug' sifatining hatto sifatlik ishlanmay xom holat ishlab chiqishini keltirib chiqarib qo'yib, erlardagi tug'maslik kasalligining paydo bo'lishiga sababchi bo'lib qoladi. Hozir mushu farzand yuzi ko'rmayotgan nurg'ulg'an erlarimizniki urug' sifati bak tuban yoki bo'lmasa pichak. Bu pichak degan gap, nol degan gap. Siz bir ömür farzand yuzi ko'rmaysiz degan ma'noni bildiradi. Uningdan boshqa badanda qon quvvat zo'r darajada azab ketganligi sababidan yurak, miya, jigar qatorliq rais a'zolarniki xizmati to'sqinlik uchrab, badan ruhsiz, xunuk chiroy, mag'dursiz, ish xo'shaqmayotgan, to'y qilish xohlamayotgan, do'st og'ayni tutishni xohlamayotgan, o'zi bekinib yashayotgan, hatto ruh kasalliklarini keltirib chiqarib qo'yishi mumkin. Shunga jinim fikrlarim. Bu uchay serish harakatini haftada bir qatim, oyda bir qatim qilsanglar, odam badaniga qilchilik ziyoni yo'q. Lekin bu harakatni kunda qilsanglar, kunda nachinat qilsanglar, yuqorida men deganga o'xshash kasallikni keltirib chiqarib qo'ydi. Shunga mushu yomon illatni bo'lsa amalga tashlasa, bak tashlamayman deganlarma miqdorini asta-asta tamaga tashlaganga o'xshash azlatib yo'q qilsanglar degan umidda.